Diplomimni ham oldim. Endi men o'zimni bemalol oliy ma'lumotli desam ham bo'ladi. Endi harakat bakalavriatga. Allaqachon imtihon topshirib qo'yganman. Xudo xolasa qabul qilishligini rosa kutyapman. Mashina bo'lsa-da. Ha, o'rta ingliz tilini bilmaydigan odam yo'q. Hozir, конечно, bilaman. Jentrami, Malubami. Men 3 ta tilda bemalol gaplasha olaman. Ingliz tilida, rus tilida va o'zbek tilida. Endi o'zbek tilida, конечно, ona tilim bo'lgani uchun yaxshi gaplashaman. Hozir 4-tilni o'rganyapman, koreyscha. Men ochkini ko'rsam, xuddi shunaqa qilib, qop-qora qilib, krugovoy tonirovka qilsam-da. Tailandgami, ha? Yaqinda borib keldim onam bilan. Endicha ozgina ekonom qilib turmoqchiman o'rta. Esingda bo'lsa, etudim o'zim kutubxonamni ochmoqchiman debchi. 099 nomer taqib olsang-da, ana Abbos bor, kursdoshim kutkuyi bo'ladi, ishonur, menga ishonga. Yoki boshlanishiga хотя бы kanselyarskiy magazinmi. Shu bo'ldi, hozircha shu. Keyingi yilga maqsadlarim shu o'rta. Kolonkani itini qo'y, doddasini qo'ydirib olaman. Toshkentni biz bora deganidan.